Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 2026-yil 1-fevral holatidagi g'ishlarimiz mana xuddi shu holatda chiqyapti. Ushbu kunda g'ishlarimizni Marg'ilon Vatstroyga yetkazib berdik. Bugungi kunda 1-fevral holatida Rishton tumaniga ketdi. Marg'ilonga ketdi 5 mingtalik mashinada Qumtepaga. 3-oxirgi reski mashinamiz mana xohlasa ko'rib turibsizlar, xuddi shu holatda Beshariq Ropqon tumaniga ketdi. Kimga shu atrofdan g'ish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Adreslarni beramiz, lokatsiyalarni tashlab beramiz. Bemalol borib ko'rib, zakaz berishlari mumkin. Mana g'ishlarimizni holatlarini qizilimi, sarig'imi eng tepasidan olsak, mana pishganligi xudo xolasa o'ta a'lo darajada qoladi. Ozgina issiq ekan bunlari. Mana bu tomonni olib turib urishtirsa, bemalol pishganligi o'ta zo'r holatda bo'ladi. Butun vodiy bo'ylab 5 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarda yetkazib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lelan qishlog'idan. Telegramdan yozsalaring bemalol lokatsiya tashlab beramiz. Bemalol kelib ko'rib, zakaz berishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab 3 mingtalik, 5 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarda yetkazib beramiz. Ushbu g'ishlarimizga xudo xolasa brend qo'ymoqchimiz. 22 pechatda xudo xolasa yangi g'ishlardan ertaga harakat qilyapmiz. 22 pechat bilan chiqarishga. Keyin klientlarimizdan pechatli bo'lgani yaxshimi, bo'lmagani yaxshimi? Shuni ham kommentariyada yozib qoldirsalaring. Keyin ushbu g'ishimizni teshik holatda, 7 ta teshik holatda chiqarishga harakat qilyapmiz. Sababi g'ishimizning vazni yengil bo'ladi. Keyin rastor bilan urilganda baquvvatligi xudo xolasa oshadi. Bir-birini shoplar orasidan, teshigini orasidan rastor kirib, urilish jarayonida ham baquvvat bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Kommentariyada teshik g'ish bo'lgani yaxshimi, teshik bo'lmagani yaxshimi? Buni o'zlaring kommentariyada javoblarini kutib qolaman.